Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchilar. Bilasizlarmi, Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan juda ham chiroyli takliflar bo'libdi. Mana shu qo'shiqni kim aytgan va qanaqa qo'shiq? Aynan shu qo'shiqni Beshariqlik ukajonimiz, hofizimiz Muhammadjondan eshitib qolamiz. Jonli ijroda. G'amgin yurak, g'amgusor yurak, bechorani xo'rlasang bo'lmas. G'amgin yurak, g'amgusor yurak, bechorani xo'rlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Hey! Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Shu qo'shiqni yaxshi ko'rganlar like va kommentariyalar yamaymiz. Salomat bo'linglar.